Assalomu alaykum, Yarmak avtosodan podpischilar. Qaranglar, 2019-yil avtomat korobka Cobalt qo'yib beraman. Mashinamizda bo'sh balonlar qo'yilgan. Mashinamiz ajoyib sostenada. Salon holatlar ham ajoyib bo'lib turibdi, motiv bo'lib turibdi. Yurgan kilometri 146.677 kilometr yurib turibdi. Chexoli bo'liki bor. Monitorlar qo'yilgan. Mashina akkuratniy. Mashinamiz keng kirilni ish o'rinda bor. Kraska kaputda bor. Ustalaringizni kelib tekshirib olaverasizlar do'stlar. Do'stlar qaranglar, ajoyib narxda turibdi bu. 20 million bilan chiqarib beraman kreditga. 20 million pul bilan chiqarib beraman. Nomer, texpasport, hamma narsasi shuni ichida. Oylik to'lov 3,5 milliondan keladi, 3 yilga keladi. Buni Cobalt olaman degan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Kelaverasizlar, Yarmak avtosodada boshqa mashinalarimiz ham bor.